Seinen Tränen dienen. Hey o'rtoq. Hey o'rtoq, bir minutga keting. Haligi gapni qisqasini aytganda, buni muddaosi nima o'zi? Muddaosi ayon boshliq. Ular 22 tub daraxtlarni kesamiz deyapti. Ekologiya deb kuyib pishyapmiz. Bular esa hammasini barbod qilmoqchi. Oh ya. Men nima ekan deb o'ylamadi. Surxondaryo viloyati ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi boshqarmasining tumanlaridan biridagi bo'lim boshlig'i pora bilan ushlandi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati xabar bermoqda. U mahalliy mas'uliyati cheklangan jamiyat hududida 14 tub gujum, 6 tub archa, 1 tub tut va 1 tub chinor daraxtlarini tegishli ruxsatnoma olmasdan o'z boshimchalik bilan kesilgani holati bo'yicha rasmiylashtirilgan dalolatnomani tabiatga yetkazilgan zararni kamaytirib ko'rsatish maqsadida o'zgartirib berish evaziga 500 AQSh dollari miqdorida pora talab qilgan. Allo, boshliq, yaxshimisiz? gapir. 22 ta daraxtni yo'q qilgan odamni ushlagandik. Endi bu nechinchi modda bilan javobgarlikka tortilarkin-a? 500. Boshliq, unaqa modda yo'q-ku. Modda dema sotdi, o'yla iqtisodni, qamalishni istamasa bersin bor biz sotdi. To'g'ri bir hisobdan bu ishimiz noto'g'ri. Kimdir bilib qolsa nomimiz chiqadi o'g'ri. Allo, 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 aloqadamisan? Allo, 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 allo. foydada biza, alohidamiz. O'chirildi abonent apparati. Lavoziming katta, lekin bu taklifing g'alati. Nahotki qo'yasan endi daraxtlarni talatib, nega yurmayapsan axir e'tiborni qaratib? Ey Davlat xavfsizlik xizmati, Bosh prokuratura huzuridagi departament va ichki ishlar organlari xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda mazkur mansabdor shaxs so'ralgan pul mablag'ini ta'magirlik yo'li bilan olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda unga nisbatan Jinoyat kodeksining 210-moddasi 2-qismi V bandi, ya'ni ta'magirlik yo'li orqali pora olish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgani ma'lum bo'ldi. Shuningdek, tergov harakatlari olib borilmoqda. Ushbu moddaga ko'ra, ta'magirlik yo'li bilan pora olish 5 yildan 10 yilgacha muddatda ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Deyarli hamma ekologiya deya jon kuydirayotgan vaqtda shu sohadagi mansabdorning daraxt bilan qilgan holati ko'pchilikni karaxt qildi. Shu sababli qonun uni jazolashni ahd qildi. Lavhadan xulosa va ta'sir doirangizdagi tabiatni ehtiyot qiling.